Men diktator va meni har bitta o'qim odamga tegadi. Bu esa Viktor. To'g'ri, Viktor bo'lmasligingiz mumkin, lekin ayingizni kuchaytirish niyatingiz bor, to'g'rimi? Keling siz bilan shu ayinni birgalikda kuchaytiramiz. Ya'ni men sizga kerakli narsalar va nastroykalar aytaman, sizdan esa bor yo'g'i shu videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish. Oxirgi payt sezayotgan bo'lsangiz, sifatli kontent kamayib ketdi. Foydali qilsangiz xursand bo'lardim. Nima ham deymiz, videoni boshladik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz настройка o'tamiz. Управление, продвинутое управление. Sal pastroq tushirsak, audio metkasini новый ekran degan funksiya bor. Buni biz klassik rejimga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Bu yordamida biz odam qatdan ko'rayotganini ko'rishimiz mumkin va tezroq reaksiya qilamiz. Chunki endilikda kartadan tashqari ekranimizda ham ko'rishimiz mumkin. Shaglar, ochmalar va shunga o'xshash belgilar. Endi ayni keladigan bo'lsak, bu funksiyani bir xilgina biladi, bir xilgina esa yo'q. Так что eshitinglar. Помощь прицеливания degan asab buzadigan knopka bor. Buni biz o'chirib qo'yishimiz kerak. Qaytaraman. Agar biz bu funksiyani o'chirmasak, bizning hech qachon zajimimiz, addachamiz, ayimiz umuman oshmaydi, ya'ni o'zgarish bo'lmaydi. O'shaning uchun maslahatim bu narsani o'chirib qo'ying. Agar siz PUBG akkauntingizni sotmoqchi yoki yaxshiroq akkaunt sotmoqchi bo'lsangiz, bu ishni siz Admiral akkaunt savdo markazida qilsangiz bo'ladi. Hamma kerakli bo'lgan ссылкаларni kanalning biosida qoldirganman.